5 kun ish yo'q. Mazza qilib dam olaman. 5 kun bog'cha ham yo'q, qanday dam olasiz? Nima? Hamma joyga onaylarga telefon qilib o'rtasizlik. Onajon, 5 kunlik bayramga bachalar bilan siznikiga o'tmoqchi edik, sog'indik. Kakras shu 5 kun dam olishda biz ham sanatoriyaga ketyapmiz-da dadang bilan. Ana, qudalardik bor. Alo, dadajon, 5 kunlik dam olishda nevaralaringizda bog'chaga sizin o'raydimi? O devorga chizma, o'zi kvartira turamiz, haydab boradi. Dada, Islom televizorga chiqdi. Qaysi televizorga chiqibdi? Ya, bu televizorning ustiga chiqyapti-ku. U qanaqa qilib oldi? Televizorda chiq sindirasan. Ey Xudojon, bularni boshqarib bilmayapti-ku. Hali yana 5 kun bor, qanday chidayman. Shuni magazinga chiqib kelay. Mana o'zim borib kelaman, qarab tur. Siz chiriganni olib kelasiz, 5 minutda kelaman. Tezroq chiq. Ketdik. Ay, sakrama, o'tir. Yiqilasan o'zim divanda. Nima qilasan o'zingdan katta oyoq kiyimni kiyib yech. Kartochkani olib keling. Kakras, sambachilarga qarab tur. Men ko'chaga chiqib kelaman. Men keldim. Bolam, quloq. Kimsiz? Bular kim? Chiming bacham uxlayapti. Yo, astag'firulloh. Xotin tinch. Chiming dedi. Voy. Bu bachalar bir kunda xotinni krishasini ketkazib qo'yibdi-ku. Xotin 5 kun sabr qilsang o'tib ketadi. Tegmayman, mahrami. Boring, bacham. Yo, astag'firulloh. 5 kun nima qilamiz endi?